Assalomu alaykum qadrdonlar, günleriniz hayırlı olsun. Bize Yanar'daki işimize geldik. Polkraskesi kavadi. Şimdi bulup ketamiz deb geldik. Xudo xolasa. Nasıl işimiz? Atachenta pisochniylarni urib, sotkadik chiqardigina potolotlarini görasizlar. Bu xona zalimiz bo'ladi. Bu ham polkraskasini urib ketamiz. Eshikchilar kelib, nashatib, lastiklar, davorlarni qistirib ketdilar. Spannimizdan oboylarni urib qo'yibmiz. Meydachuda ishlarni aytib ketmaka geldik. Bu spannimiz ham oboy ishlarni aytib qo'yibmiz. Toza mebellarni qo'yibdilar yana. Tip potoklarni yasab qo'yibmiz. Bu koridorimiz bu. Belarim shu. Atachenta, pisochniy ishlarni aytib qo'yibmiz. Listralarni qo'yib berib, bellarni polkraska qo'yib ketamiz. Mehmonxonamiz ham Atachenta, pisochniy ishlarni aytib qo'yibmiz. Yana fotograflarni ko'rasizlar. Görüp yüzeyiz baxa berasizlar. Bu kuxnemiz bo'ladi. Kuxnemiz ham nashatib, mebellarni o'ttiribdilar. Bon tarafimiz bor. Bu koridorimiz ham Atachentalarni urib qo'yibmiz. Fotograflarni yasab. Qolgan xonamiz 2-3 obishniy fon bo'ldi. Yerlarni ko'p qo'yibman. Görüp yüzeyiz baxa berasizlar. Şimdi xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib, zakat qo'yishingiz mumkin.